Assalomu alaykum. Yaqinlaringizga nima berishga boshingiz qotyaptimi? Unday bo'lsa, hadiyabop to'plam naborlarimizdan keldi. Birinchi naborimiz o'zining shunaqa idishida bo'lib, 5 ta nasatkali va unda dazmoli ham bor. Keyingi naborimiz 3 xil rangi bor va 5 ta nasatkali. Undan keyingi naborimiz esa chimodanli idishda bo'lib, 7 ta nasatkali. Keyingi naborimiz esa 2 xil rangi bor va 6 ta nasatkali. Undan keyingi naborimiz hadiyabop idishda bo'lib 5 ta nasatkali. Keyingi naborimiz esa 4 xil rangi bor. Ichida 3 ta tarog'i va 4 ta zakolkasi ham chiqadi. Keyingi naborimiz taroq naborimiz 2 xil nasatkali. Undan keyingi naborimiz lazerli epilyatsiya apparatimiz bo'lib, bu epilyatsiya apparatimizning ichida 5 ta nasatkasi, ochkigi, britvasi va zaryadkasi chiqadi. Buyurtma berishga shoshilib qoling. Like va podpiska bosib qoldiring va izohlarda fikringizni yozib qoldiring.